Aka kripto P2P arbitraj o'zi bu nima? Shuni tushuntirib bersangiz. Xo'p. Tushuntirib o'taman. Dollar bor. USDT deyiladi. Bugungi kundagi narxi 12900. Примерно. Ana endi kriptovalyutada xuddi shunaqa narsa bor. Buni yozilishi USDT yoziladi. Uni narxi 13100. Online ishlaysizlar. Online dollar sotib olib 12900 dan 13100 ga sotish. Bu birinchisi, ikkinchisi 13100 dan sotib olib bitta birjadan ikkinchi birjaga 13200 250 dan sotish. Shuning o'rtasida foyda qilasiz. Bu birinchi tomoni. Mana bu ikkinchi tomoni. Вот и всё. 13100 dan sotib olinadi, 13250 dan sotiladi. Shuning orasida foyda qilasizlar. 12900 dan sotib olinadi, 13100 dan sotiladi. Shuning orasida foyda qilasizlar. Вот o'sha narsa oddiy qilib aytganda onlayn tarzda ishlash. Lekin mana buni qayerda arzon sotib olib, qayerga qimmat sotish, yoki mana buni qayerdan, imенно USDT ni qayerdan arzon sotib olib, qaysi birjaga qimmatroq sotish, buni hammasi sekret hisoblanadi. P2P da shunaqa narsa bor. Svязка degan narsalar bor, ko'proq ular sekretni ushlanadi. No, mana buni o'zida ham daromad qilsa bo'ladi. Oddiy dehqoncha qilib tushuntirganda mana shu narsa P2P kripto arbitraj deyiladi. Foydalanib qoling.